Assalomu alaykum. Oq dog'lardan aziyat chekayotgan inson terisida ozgina rangni paydo bo'lishidan zavqlanadi. Terisida ozgina rangni paydo bo'lishi unga umid bag'ishlaydi. Navbatda biz suhbatga taklif etgan hamyurtlarimizning hayotida xuddi shunday jarayonlar kechyapti hozir. Butun tananing ayrim qismlarini qoplab olgan oq dog'larning o'rni haqiqiy terini rangi bilan qoplanyapti. Ularni o'zi bilan biz hozir suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Behzodjon aka, Dostonjon. Bugun sizni taklif etganimizni sababi bitta. Shu kasallikni paydo bo'lishi va bugungi kundagi o'zgarishlarni muhokama qilish. Bahromjon aka, kasallik qachon boshlangan? Kasallik shu 3-4 yoshida kichkina bo'lib paydo bo'lgan, keyin sekin-sekin ko'payishni boshlaganda. Sababini bilmaysizlar. Sababi shu qattiq qo'rquvdan deb o'yladik-da. Nima qo'rquv bo'lgan? To'china bilmaymiz nimadan qo'rqqanini. Shunaqa bir ikkita professorlarga ko'rsatganimizda shunaqa aniq berishgan, diagnoz qo'yishganda. Tug'ma bo'lgan emas, lekin. Yo'q, tug'ma bo'lmagan. Bu chiroyli, shunaqa do'mboq bola bo'lgan yoshligida. Keyin qanaqadir qattiq qo'rqqanda. O'sha paytda ham o'zimiz ham bilganmiz qo'rqqanini. Nimadan qo'rqqan? Keyin itdan ham qo'rqqan, qanaqadir sal yosh kattaroq bo'lganda. Shu 5 yoshligidami? It yugurganmi? It talaganda. Shu tosh otganda, shu katta it o'shanda qattiq qo'rqqanda mana shunaqa ko'payib ketdi. Mana shu davrgacha qanaqa choralar ko'rdinglar? Dorji ancha joylarga bordik. Ko'p lecheniyalar qildik. O'sha ko'jinli doktorlarga bordik. O'zgarish ham bo'ldi, keyin yana ko'paydi. Har xil holat bo'ldi-da. Mavsumlarda ko'payadi, bir xilga payt to'xtaydi. Ancha-muncha harakat qildik. Mana shu hozir necha yoshdasiz? 14. 14 yoshigacha demak harakat qilgansizlar. Hali ham harakat qilyapmiz, to'xtash yo'q, tuzalguncha. 4-5 yoshi bo'lsa taxminan 10 yil atrofida kurash har kuni, har soatda. Ota sifatida o'zingizdan qanaqa kechinmalar o'tgan? Ota sifatida endi farzandingiz ko'rib turibsiz, ko'zingiz yoningizda turadi-ku. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, yoningizda farzandingiz ko'chaga chiqqanda o'zi qiynalmaydimi deb ichingizdan anu bo'ladi-da, bolalar bilan yurganda qanaqadir Ajratishmaydimi? O'shalari har xil holat o'zimdan kechadi-da. Shu o'zim qiynalaman, qanaqa tezroq tuzalib ketsin, Xudodan so'rayman. Har xil anular qilamiz, nima lecheniyalar. Shu qayerda eshitib qolsak, qayerda mana shunaqa Chora bor desa. Chora bor desa, o'sha yerga boramiz, chorasini ko'rishga harakat qilamiz, aytganini qilamiz. O'zgarish ham bo'ldi, o'zgarmaydigan joylari ham bo'ldi. Ko'payib ham ketdi, keyin yana kamayib ham ketdi, yaxshi ham bo'lib ketdi yuzlari bir xil joylarda, bir xil joylarga borganimizda. Keyin shu bahor kuz oylarida ko'payib qolardi-da. Shu yurdik, mana shu hozir mana bu yerda aniq qilyapti, iste'mol qilyapti, qomusni iste'mol qilyapti. Tanasini qaysi qismlarida bo'lgan? Tanasini birinchi oyog'ini barmog'idan kichkina oq dog'cha paydo bo'lganda, keyin o'sha dog' sekin katta bo'lgan. Keyin sirazi kichkina bo'lgan-ku, bu qaraysiz-ku. O'shanda ko'rib olib borganmiz-da, ko'jinli doktorga. Keyin shunaqa qilib bu viloyatga bordik, viloyat o'sha anunisida yotdi, lecheniya oldi. Sal yaxshi bo'ldi. 3-4 martalab lecheniya qildi. 3-4 yillab kerak bo'lsa lecheniya qildi. Yaxshi bo'ladi, keyin lecheniyani to'xtatadi. O'zgarish bo'ldi, yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Keyin mavsum o'zgarganda keyin noto'g'ri ovqatlanib qo'yadimi, biz tushunmadik-da. O'sha ovqatlanishiga ham bog'liq ekan bu narsa. Noto'g'ri narsalar yeb qo'ysa ham mana shunaqa paydo bo'lar ekan. Shuni endi sekin-sekin tushunib yetib, harakat qilib o'zi ham katta bo'lgandan keyin mas'uliyatli bo'lib harakat qilyapti o'zi ham. Hozir bu kapsulalardan foydalanayotganinglarga qancha muddat bo'ldi?
Bunga 1,5 oy, 2 oy bo'ldi-da. Mhm. 2 oy bo'ldimi? Qayerlaringizda o'zgarishlar paydo bo'ldi? Yuzimda, qo'llarimda, Mhm. oyoqlarimda, suyam. Ko'rsata olasizmi? Qanaqa holatda edi? Masalan, ikki qo'lingiz. Hozir qanaqa holatga kelgan? Kameraga ko'rsating, balandroq ko'tarib. Mana shu yo'q edi-da, qoralar. Ikkala qo'lda ham. Yo'q, ha, ikkala qo'lda. Mana bu polni oppoq edi. Hmm. Уже nuqta chiqyapti. Nuqta chiqyapti degani bu yaxshilanyapti degan. Ha. Sekin-sekin Mana shu qora-qora. oppoq edi-da. Bir ikkita qoralar bor edi bo'ldi. Xuddi mana bu joyga o'xshagan Ha. bo'lganda endi u joylar Ha. rangi ham. Ha. Tanangiz yana qaysi qismlarda o'zgarishlar paydo bo'ladi? Oyog'ida, oyog'imda. Yuzdachi? Yuzimda ham bor. Lablarim mana bu oppoq edi, mana bu bo'ldi. Mana shu tepasi tarafi oppoq edi-da. Hmm. O'sha qora edi mamutlari. Ko'zlarim maytarimda bor edi. Yo'q. Mana o'zi qorayib turibdi-yu, mana qorayib. O'rni paydo bo'lgani bilinib turibdi. Terisi bilan oqni orasida qora paydo bo'lganda. Oq dog'larni ko'pchilik o'ylaydi, haligi teri bir to'kilib ketsa, rangi hamma yoq bir xil bo'lib qoladi, keyin bilmaydi odamlar, farqiga bormaydi deb o'ylashadi. Oq dog'larni qanaqa noqulayliklar bor, Dostonjon? Hech qaysini oqlaydi. U ana o'sha ko'rinishi sal g'aratroq bo'ladi. Shu. Ko'rinish nuqtai nazaridan Ha. ozgina sizni bezovta qilgan. Ha. Lekin salomatlikda bir quyoshga chiqqaningizda bir qichish, Yo'q, unaqa. Bir-bir bo'lib turadi. kapsulalardan foydalanayotganingizda o'zgarish boshlanganini nimadan sezdingiz? Qayerdan sezdingiz? Bitta nuqtadan sezdim. Qayerda paydo Mana bo'ldi? shu qo'ldan chiqqanda. Hmm. Qo'ldan chiqdi-da. O'shanda paydo Ha. bo'ldi va keyin ko'paydi. Hozir shu holatingiz 1,5 oylik natija. Ha. Buni qabul qilayotganingizda ba'zi bemorlar bilan gaplashdik-da, terim kuchayib ketdi, to'xtatib qo'ysammi ham dedim degan gaplar. Qichishyapti. Ha. Bunda ham qichishadi, o'sha surkagandan keyin qichishdi-yu, ha. Hozir qichishadi, keyin nima? Ular tushuntirish berdi. Telefon qilganda shunaqa bo'lyapti dedi. Keyin anaqa qichishga qarshi nima? Qanaqadir Muolajalar boshlandi. o'shanaqa bir narsa qichishga qarshi ani bor, tabletka nima deydi? O'shanaqa tabletka qattim qichishsa o'shanaqa dedi. Ichsinda yokida anaqa suv bilan Namlab tursin. namlab artsinda yoki cho'milsinda shunaqa dedi, o'zim gaplashuvdingmi? Hozir 1,5 oylik natija zo'r, ko'z tegmasin, bardavom bo'lsin. Lekin ham ota sifatida va mana Dostonjon o'zingiz bemor sifatida va yaqinlaringiz birinchi nuqta paydo bo'lganini qanday nishonladinglar? Endi bu bayramda, to'g'rimi? Xursand bo'lib ketdik. Borib aylanib hamma joyga uncha-muncha anu qilaman, nazorat qattim qilaman-da. Keyin o'sha boradigan joyiga, hamma joyga boradigan qilib. Xullas, nima qanaqa qilib aytsam bo'ladi endi? Zo'r nishonladingda. Tug'ilgan kundan ham yaxshiroq nishonlading. Xursand bo'lib, har kuni, har 5 minut 10 minutda borib ko'raman. Uxlayotganda ham ko'rib, tekshirib qarayman. Bu bilmaydi o'zi. Men kechqurun 12 birlarda, 2larda turganimda boraman. O'sha o'zim ham qarab turaman-da, o'zgarayotgan joylarini ko'raman, oyoqlarini ko'raman, yuzlarini ko'raman. Shu o'zgarayotganini nazorat qilib turaman o'zim ham. Uyda bo'lganimda. Hozir qora nuqtalar ko'payishda davom etyapti, to'g'rimi? Qomus kapsulasi haqidagi ma'lumotni qayerdan eshitdinglar? Televizorda reklama qildingiz-ku, Televizor orqali ko'rgansiz. Televizorda ko'rganimizda shu reklama qilayotganingizda 2-3 marta ko'rdim. Keyin bunga aytdim, "Mana shu bola ham reklamasini ko'rdik. Telefon qilib ko'raylik" dedim. Telefon qilishim bilan sirazi javob qaytarishdi. Shu reklama orqali ham qildikda. Ko'pchilik ishonishi qiyin bo'ladi-da boshida. Biz ham, men ham ishonmadim. O'sha qarang-da, mana 10 yildan beri davolanyapti-yu. Unga borasiz, bunga borasiz, bunga aytaman, o'g'lim soppa-sog'da trenirovka qiladi, musobaqalarga chiqadi. Unisi zo'r, ishtahasi zo'r, любой narsa, любой joyga boradi. Xullas, shikoyati yo'q-da, faqat mana shu ozgina anaqasi bor-da, oqi bor xolos. O'sha reklama qilganda mashina ham ichib ko'rasanmi, bo'pti dedi. Keyin o'sha reklama orqali
oldik, mana iste'mol qilyapti. Oxirgi chora sifatida qarab, endi shuni ham qilib ko'raylik deb qaragansizlar. Endi Xudodan-da hammasi. Oxirgi chora o'sha telefon qilganimizda ko'p, mana misol ko'p joyga lecheniyaga borganimda aka, mana shunaqa joylarda lecheniya olgan, davolangan. Bu yana tuzalib, yana bu chiqib ketavergan. Bu qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi deb mana shu o'sha operatorlarmi? O'sha operatorlar bilan 1 soatdan oshiq gaplashganman-da. O'chib qoladi telefon, ular men o'zim o'chirib qo'yaman, ishda bo'laman, keyin gaplashamiz deyman. Bir 2-3 kun gaplashdim-da mashina olish uchun. Polniy mana shu daskanalniy nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak, o'sha narsalarni tushuntirib berishdi. Keyin olib ichyapti, yaxshi. Bardavom bo'lsa natijalar. O'zingizam xursandursiz natijalaringizdan. Yangilanish bo'layotganidan, avvalgi holatingiz qaytalanayotganidan, to'g'rimi? Xursandman. Maktab tugadimi? Tugagan. Zo'r. Boshqalarga ham tavsiya qilayotgandirsiz endi baribir. Boshqalarga tavsiya qilmoqchi bo'ldim. Birinchi dedim, o'z ichsin dedim. 1-2 ta mahallada bor-da. 1-2 ta emas, 3-4 ta bor. O'zing ich dedim, ta'sir qilsa keyin aytamiz dedim. Hozir o'zi ichmasdan, o'zi surkamasdan tavsiya qilib qo'ysak, keyin noto'g'ri bo'lmasin dedi. O'zi ichib anu qilyapti hozir. O'zi ichib ta'siri bo'lsa, ularga ham aytishga maslahatimiz bor. Ular bilan ham biz birga yurganmiz-da. Chorasi. Vohaga, vodiyga borganmiz. Bu yoq shaharda ham birgalashib bitta mashinaga o'tirib 3-4 tamiz borib ularga ham tavsiya qilamiz, xudo xolisa mana shu o'zgarish bo'lyapti-yu. Bu 1,5 oylik natija ekan. Bundan keyingi natijalarni yana katta xursandchilik bilan qabul qilib olishingizga ishonamiz. Chunki dastlabki oylardagi natija shu holatga olib kelgan bo'lsa, nazarimda bir 6, 7, 8 oylardan keyin butunlay hayotingiz bayramga aylanib ketsa ajab emas. Xudo xolisa. Ana shu paytda yana siz bilan suhbatlashish nasib qilsin. Xush kelibsizlar. Rahmat. Sog' bo'ling, sizlarga ham rahmat. Rahmat.